Buyamizga Arzu to'yxonaning yonidan kirib kelsak ham bo'ladi. Buyamizni Alayski svetofordan kirib kelganimizda xudo xolasa bo'ladi. Bo'rimizga maktab bog'cha yaqin. Plus tarafi 55-maktabda orientar qilib olaverasizlar. Gazi, suvi, sveti hamma narsasi o'sib turibdi. Tartib asoslar bo'ldi xudo xolasa. Mana shu uyimiz 4-5 sotik chiqadi. O'zlaringiz uchun dokumentlarni bir qator ko'rib olasizlar. Buyamizda oqar suvlari bor. O oqar suvlar ham tinmaydi deyilyapti. Gazlar kelib turibdi, mana ko'rsangizlar bo'ladi. Qo'shningizlar ulab o'tiribdi. Buyamizda toza uy qo'shningiz. O'sha xudo xolasa yaqinda ko'chib keladi deyilyapti. Mana shu uyimiz paxtadan solingan, yaqinda bitirilgan. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, uy dinalarini, nomerlarini qoldiraman. Buning ma'lumot uchun sirtqi paxsasi 50 sm, ichkari paxsalari bo'lsa 40 sm qilingan deyilyapti. Bular zo'r hisoblanadi. Mana shu zabor ham sizga kiradi. Mana shunday zo'r proyektda ishlangan. Endi davom ettirib ketish kerak buning davomini. Mana bo'rimiz garaj hisobida. Endi bo'rida o'zi samir planlashtirib, chiroyli qilib ishlab olasiz degan umiddamiz, xudo xolasa. Agardan keyin ya bo'lmasa, shundancha tursadan bo'ladi. Bu yerni uzatib yashaymiz bizlar. Buyamiz bunisi banya hisoblanadi. Banyamizni pishgan karvishdan ko'tarib oladi deb mana shu holatida qoldirilgan ekan. Buyamiz asosiy kirish joyi. Buyamizda mana orqa taraf. Orqa tarafida ham ko'cha bor, polni. Ko'chaga kirib ketsangizlar ham bo'ladi. Mana shu orqa tarafi. Mana shu ko'rib turganingiz. Xo'p, endi boton bo'lsa, xonalarni ko'rsatamiz. Buyamiz kuxnyadami deb kirib keladi. Banyaga kirib kiriladi. Mana bo'rimiz bir hol. Ya'ni koridor hisobida bo'ladi. Buyamiz boton bo'lsa, mana ko'rsangizlar bo'ladi. Kuxnyamiz, hali banyaga kirib keladigan eshik. Buyamiz bir spalni. Buyamiz boton bo'lsa, zal. Mehmonxona qilsangizlar, xudo xolasa, chiroyli etib 12 kishilik stol kursi qo'ysangizlar ham zo'r mashina yarashib ketadi. Buyamiz boton bo'lsa yana bir spalni. Zo'r kompaktni qilib ishlangan bu uyimiz. Gaz, suv, svet hamma narsasi bor. Maktab bog'cha yaqin bo'rimizga. Endi qolganini davom ettirib ketish kerak. Video davomida narxlarni aytib o'tib ketamiz. Bo'rning narxini uy dinyalari 190 million so'm aytib, yana ham ochib tortib kelishadigan yerlari bor. Xudo xolasa, uy dinyasining ko'nglidan qo'l solib, chiroyli qilib, baraka qilib olsangizlar bo'ladi. Mana shu uyni sotuvga qo'yilyapti. O'zlaringiz uchun ko'rib, bir qadar tekshirib, dokumentlarni hamma narsasini baraka qilsangizlar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bizlarning Manqat Makler kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, zo'r reklamalarimiz ham oldindan nasib bo'lsa, esli ishto ko'rib, baraka qilaverasiz.